Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi turkum Urganch shahri Al-Xorazm Shoh ko'chada 4 qavatli bino 4-qavatdan 54 metr kvadrat 2 xona kvartiramiz 100% jihozlarni sotib chiqdi. Turgan yerimiz gastronom, o'ng tarafimizda Dormusda Milliy Gavhar 2 restorani yangi filiali. Milliy bank domi ko'rsangiz domda joylashgan ekan obunachilarimiz. Bemalol bog'lansa, narx ham hisobotda qo'yilgan obunachilar. Lokatsiyasidan gap qolish mumkin emas, esa challar bilan tushuntirib Oftob parkovka bolalar o'yingohi maktablaridan iborat ekan. Mijozlarimiz kvartirani to'liq tushuntirib o'tsak, bismillahirrohmanirrohim deb Al-Xorazm Shoh ko'cha lokatsiyasini tushuntirdik. 4 qavatli binomizda 4-qavatdan 2 xona kvartiramiz. Umumiy kvadrat 54 metr kvadrat. Jihozlari qoladi, faqat bu yerda posudalari deydi. Giyim-kechak, o'ziga kerakli verja, konverja, ham bito texnikasi bor, mebel bor, hamma o'ch qoladi. Birinchi chetdan benim pirxoshga zonamiz. Ajoyib pirxoshga qo'yilgan, o'ngda, chapda, to'g'rida oyoq telan kafel bo'lgan. Endi Shoh ko'cha boshqaga nisbatan ozgina deb qimmatroq yurib to'g'risi. Narx aytib o'tamiz, 43 ming dollar obunachilar. Bu yerdan dekorativlar zo'zilgan ekan. Oshxonamiz o'ng tomonda joylashgan. Oq svet, qora svet kuxonyalar zo'tilgan ekan, fortiklarga kafel bo'lgan. Benim isteyene 2 mashinamiz artel firmani Timat pechkani mikronovkalarimiz bor ekan. Bu konteyner kotyolimiz, berimizda xolodilnikimiz ega. Görüşler mümkün. Mehmonxonamizda trezor zonamiz. Trezorlar, bir de miyahki yuqaloqlar, jurnalist stullarimiz. Bir de artel firmani kanzaneri joylashgan ekan. Wi-Fi tizimi ega. Yine görüşler. Patologlarimiz ham MDF'den zo'tilgan, qora svet notijnoylarimiz. Xullas, feyzli barakali xonadonimiz ekan. Berimizda yuvinish xonamiz, eshiklari o'zgargan ekan. Kafel, mozaikali, rakoylar joylashgan. Dushoy zo'tilgan, bu yerda unitazimiz bor. Bu yerda notijnoy qo'yilgan, ventilyatsiya joylashgan. Shamolatib, qon zo'tilgan. Endi aslında spanyamız. Bir de spanyamız yine bir dönem kanzaneye joylashgan. Birimiz 2 tane kanzaneye bu. Spanyamız, trimamız, trezor zonamız yine. Fotoğraflarına ahamiyat berdiğiniz yine tunçurayla deyip zo'tilgan ekan. Shunda narximiz 43 ming dollar, 4 qavatli bino, 4-qavatdan 2 xona kvartiramiz sotib chiqdi. Kredit qilsangiz, kredit ikkilamchi, xalasan naq pulingizga naq pul. Lokatsiyasi zo'r, Milliy bank desak ham bo'ladi obunachilarimiz. Telefon raqami 88 601 70 70 ga aloqa chiqarasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ishining videoroliklarni sotchakmayli, sotib oljakman desangiz, bemalol bog'lanib, sotib berishga, olib berishga qo'ldan kelgancha harakat qiling. Dokumentini oldi sotdi bo'lunchalik o'zlarini xizmatdamiz. Sog'likda, o'nglikda ko'rishguncha.